Hayotimizda bo'layotgan har qanaqa voqea siz uchun hattoki eng yomon deb o'ylaganingiz ham siz uchun eng xayrli va eng yaxshilikka. Menga qiziq nima bo'lar ekan? Qani bundan keyin nima bo'lar ekan? Bundan keyin qanaqa o'sish bo'lar ekan deb o'zingizga vizov tashlashni o'rganing, qalbingizga va mana shu vaziyatda emotsiya ichida yashab o'tib emas, agressiya orqali, xafagarchilik orqali, qayerdadir negativ fikrlar orqali emas, balki chin qalbingizdan mana shu bo'lib o'tayotgan vaziyatlarga, voqealarga men uchun qiziq. Nima bo'lar ekan? Qanaqa o'tar ekanman? Hammasini Yaratganning hukmiga topshirdim. Alloh men uchun xayrlisini beradi, men uchun eng yaxshisini beradi, men bilaman degan niyat bilan ishlaganingiz sari hamma narsa o'z yo'liga tushib ketadi. Vaziyatni qanday nomlasangiz, u shunday nom oladi. Agar unga qiyinchilik degan nomni bersangiz, u qiyin bo'ladi. U hech qachon oson bo'lmaydi. Agar bo'lib o'tayotgan vaziyatga shunchaki men uchun bu xayrlisi va men uchun bu qiziq desangiz, agar siz uchun xayrli bo'lib chiqadi oxir-oqibat.